Mana şunday çıkan kızlardı ayna men çıgaraman. Gel şu erkekliği vazdığa sikeydi harrağımı. Menen her bir narkalle barlakay tak tügümen çok atıp ceredi. Hayır, başını demesinler mani. Mana şunday videoları sizler çıkarmasanız hiç kim çıkarmasa bu bizim kızlarımız, mana bizim abruyumuz. Mana şularda mana şu bizim milletimize abruyunu tügadigan, mana şu ar namusumuzu saklaydigan mana şu kızlar bo'ladi da. Men 100 martalab aytaman. Aka, uka, atalar, kızlarınız, singilleriniz apalarinizning telefonini tekshirib turingizlar. Hazır qaytarish qiyin, to'g'ri, lekin shuni vaqtida qaytarsa qaytarlar. Buni ahvol, buni Ro'zay Ramazon kunida buni ahvolni qarang, buni ahvolni qarang. İçip çiçip begona bolalar buna haligi nima kvartiralarda öyle dangır dungır gay göy bu zapal kanişin zapal. Tüymen çıksın, mana şunu başka kızlar görsün de korksun. Buna şarmendeçilikten yerteki mening atam yo, aynam yo, ukem kaytı baş köteredi. Napırme bizim buna gururumuzu, abruyumuzu, ar namusumuzu düşüradiganam, köteradiganam singillerimiz, apalarımız. Doğru mu? Mana şunun için, mana şunu öz vaxtida qaytarish kerak. Bu kız kim ol? Men endi aytishim shart emas, az palanchi rayondan, palanchi qishloqdan desem, keyin shu qishloqning bachchalari ayaqa turib, onday bunday. O'zlaringiz yassa taniysiz, shu qishloqning adamlari mana daji familiyalar, nomlariga davr, atasi kim, nima ish qiladi, hammasiga chaqib chiqdi. Altagi bachcha ham laqay, qiz ham laqay. Ya nima laqaylar palanchi deb so'gib o'tiribdi. Bular Rossiya deymez ayna, bular o'zimizning vatanda. Agar bular Rossiyada bo'lganda, menen har bir narkalle bar laqay tak tügümen çok atıp ceredi. Şunun için tarqating bu videonu. Pulni qo'd. Like'ni urmayın anda kerak emas menga. Ko'rsin sahipleri. Başka kızlar ko'rsin mana şunu. Mana shunda sharmandachilikda, hey men shunda chiqib ketsam, ertaga mening atam nima bo'ladi? Qaytib xalqning ichida, qaytib mechitning ichida kalla ko'taradi. Ana shuni bilsinlar. Eminoy bizning yosh qizlarimiz TikTokda ketyapti. TikTok platformasida ketyapti. Men xafa bo'lmasin hech kim. Mana shunday chiqqan qizlarni ayna men chiqaraman. Xafa bo'lmangizlar. Mana shunday sharmandachilikda. Jibasın sahipleri. To'g'ri mening avliyodim emas. Lekin mening anovim, milletim. Ana şol çıksa palanca deyler, senden de seyredenim. Çıktı o bitti dese keyin nima deymen. Liboy jere bo'lsa mana bizden çok bundan kız deb turib kallim ko'taraman ayna. Lekin bundan keyin qaytib ko'taraman men. Şunun için mana şu videonu maksimal derecede tarqatingizlar, yok alsın. Mana şu haramlarni shunday jo'qatib beringizlar. İnternetga umuman chiqmasin şu kızlar. Canlan zaman bo'lsin aynalar, mening umuman bularga gapim yo'q ayna. O'z fikrlaringizni o'zingiz bildirasizlar. Mana to'yni video ayna Telegram kanalda turibdi. To'yni videoni Telegramga taylaganmiz. Telegram kanal lichkama chiqmazlar. Mana shu opisiyaga kommentar aksangiz, kommentariyada 5-6 ta turibdi silka. Ana shu silkani sen bitta basangiz Telegram kanalga o'tasizlar. Canlan zaman bo'lsin, hammalaringizga yana bir marta Ro'zay Ramazon ayini bir balaq endi o'tkazib olamiz inshaalloh. Endi shunday kunda shunday niyat qilamizki, boshqa mundaqalar chiqmasin deb.